To'rtinchi savol. Do'zaxda abadiy qolish masalasi. Assalomu alaykum. Kalima keltirgan musulmon odam bu dunyoda gunohlar qilib o'tsa, masalan ko'pchilik zino, ichkilikbozlik va kichik gunohlar qilib o'tishadi. Ammo Allohga iymon keltirgan va oxiratga ishongan bo'lsa, abadiy do'zaxda qolishi mumkinmi? Yoki qilgan gunohlariga do'zaxda jazo olib, so'ng baribir jannatga o'tadimi? Iltimos, shu haqida aniqroq tushuntirib bering. Rahmat. Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Do'zaxda abadiy qolish mo'min musulmonlardan boshqalari uchundir. Mo'min musulmonlardan gunohkor bo'lganlari qilgan gunohiga yarasha do'zaxda qolganidan keyin jannatga chiqariladilar. Bu haqida Aqidai Tahoviyada quyidagilar aytilgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlaridan bo'lgan gunohi kabira ahllari agar muvahhid tavhidga ishongan holda o'lsalar, garchi tavba qiluvchi bo'lmasalar ham, Allohga u zotni tanigan hollarida ro'baro bo'lganlaridan keyin do'zaxda bardavom qolmaslar. Ular Allohning xohishi va hukmidadirlar. Agar xohlasa, ularni mag'firat qiladi va o'z fazli ila afu etadi. Alloh taolo Niso surasida marhamat qiladi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bih va yaghfiru min duni zalika liman yasha. Albatta, Alloh o'ziga shirk keltirilishini kechirmas. Undan boshqa gunohni kimni xohlasa kechiradir. Agar xohlasa, ularni o'z adli ila azoblaydi. So'ngra ularni o'z rahmati, ahli toatini shafoati ila u yerdan chiqaradi. Keyin esa jannatga yuboradi. Bu Alloh taolo o'z ahli mag'firatini do'st tutgani uchundir. Ularni ikki dunyoda o'zini inkor qiluvchilar, uning hidoyatidan noumid bo'lganlar va do'stligiga sazovor bo'lmaganlarga o'xshatmagani uchundir. Allohim, ey islom va uning ahli do'sti, bizni islomda sobit qil, toki senga u bilan ro'baro bo'laylik. Vallohu a'lam.